Ovqatlanishning xarakterimizga ta'siri bormi? Ko'pchilik o'ylaydiki, biz iste'mol qiladigan ovqat mahsulotlarimiz bizning tana vaznimiz va salomatligimiz uchun ahamiyatlidir. Aslida, sifatli ovqatlanish xarakterimiz shakllanishi uchun katta ahamiyatga ega. Hozir men sizlarga ilmiy isbotlangan ovqatlanish va xarakterning mutanosibligini bir nechta turlarini sanab o'taman. Oxirigacha eshiting, qaysi biri sizga mos keladi. Agar siz tez asabiylashadigan, tez yig'laydigan, tez kuladigan va tez ta'sirchan odam bo'lsangiz, demak siz shirinlikli, xamirli ovqatlar va napitkalar ko'p iste'mol qilasiz. Agar siz hayotni sevadigan, muloqotga kirishimli odam bo'lsangiz, demak siz yog'li va qovurilgan ovqat mahsulotlarini yaxshi ko'rasiz. Agar siz qat'iyatli xarakterga ega odam bo'lsangiz, demak siz go'sht mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilasiz. Agar siz ijodkor va yangilik yaratishga intiladigan xarakterli odam bo'lsangiz, demak siz mevalarni yaxshi ko'rasiz. Agar siz qiziquvchan, shijoatli, baquvvat xarakterli odam bo'lsangiz, sabzavotlar iste'mol qilishni yaxshi ko'rasiz. Bulardan qaysi biri ko'proq sizga mos kelar ekan? Kommentariyalarda yozib qoldiring.